Akalar bugun Cobalt avtomobiliga polniy komplekt xato qilib beramiz. Vodiy pitakka yetib keldi akalar. Hozir turgan odamlardan eng ko'p probega yurgan Cobaltni aniqlab olamiz. Biz Serti firmasidan edik. Eng ko'p yurgan Cobaltni qidiryotgandik. Probega 800 ming. Xadovoymi? Xadovoy ekan. Aka, qachon xato qilgansiz oxirgi marta? 15 kun oldin qildirgansiz-da. Taniz kasallasizda. Ko'ring bir mashinasini. Bitta nazarda qo'yib beringlar yaxshi. Hozir olib chiqib olib ketsak bo'ladimi? Bitta keyin safar kelganlar. Qo'pollik qilmang. Do'stona gapiryapman. Vodiy pitakdan unaqa ahvoli yomon mashinani topolmadik. Voha pitakka boramiz. Kuzatishda davom etinglar. Xadovoyni polniy qilib bermoqchimiz. Bepul qilib beramiz. Bepul qilib beramiz. Radniy bo'lmaydi. 8 ming yurgan mashina. Qilingan ekanda. 6 oy bo'ldi. Xadovoyni qachon qildirgansiz oxirgi marta? Bilmagan xabar. Umuman qilmagan. Bo'ldi, boramiz, tekshiramiz aka. Kechganda. Amasatda o'lgan o'sha. Bo'ldi, ketdik. Topildimi? Topildi. Haydang aka. Assalomu alaykum. TRTning rasmiy sahifasidasizlar. Akalar bugun Cobalt avtomobiliga polniy komplekt xato qilib beramiz. Xadovoy egasini Vodiy pitakdan eng ko'p yurgan Cobaltdan topamiz. Bunga polniy TRT firmani Xadovoy zapchastlarini qo'yib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, like, comment yozib ketinglar akalar. Bu bizning rivojlanishimizga sabab bo'ladi. Vodiy pitakka yetib keldi akalar. Hozir turgan odamlardan eng ko'p probega yurgan Cobaltni aniqlab olamiz. Kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum. Hormanglar akalar. Biz TRT firmasidan edik. TRT firmasi. Hop. Eng ko'p yurgan Cobaltni qidiryotgandik. Probega. Qancha yurgan? Ha? 800 ming. Bormi ko'rsating? Eng ko'p yurgan Cobalt kerak. Hozir bilan ko'rib kelamiz. Undan agar o'tsa ham xato qilib beramiz. Xadovoymi? Xadovoy ekan. Aka, qachon xato qilgansiz oxirgi marta? 15 kun. Yo'q, aka, bizga xato qilinmagan mashina kerak. Siz 15 kun oldin qildirgansiz-da. Taniz kasallasizda. 70 ming yurgani bor va 760 ming yurgani bor. Xato qachon qildirgan? Xadoy qildirganmisan, qildirmaganmisan? Ko'ring bir mashinasini. Qani ketdi, aka? Ko'rsating. 760 ming. Aka, mashinani boshida tekshiramiz, qarang. Qachon? Hozir olib chiqib olib ketsak bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bitta keyin safar kelganlar. Aka, To'ring odam bir qilib beradi Xadovoyingiz aka. Ya qarang odam Qo'pollik qilmang. Do'stona gapiryapman. Qadika vohaga boramizmi? Nima qilamiz? Vohaga boramiz. Bo'ldi. Akalar ko'rdinglar, mana Vodiy pitakdan unaqa ahvoli yomon mashinani topolmadik. Chunki yo'llar tekis uni. Endi hozir biz Voha pitakka boramiz. Kuzatishda davom etinglar. Akalar Abusahih bozoriga keldik. Hozir trassa qiroli 75 larni oldiga ketyapmiz. U yoqdan holat og'ir Cobalt topamiz. Xato qilinmagan, kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? TRT kompaniyasidanmi? Bizga ko'p yurgan, probega katta bo'lgan mashina kerak, xato qilinmagan Xadovoyni polniy qilib bermoqchimiz. Probega baland mashinalar bo'lsa, 2 kunlikdan o'tgan meniki. 2 kunlikdan ko'p o'tganlari bor-da aka. Baland kerak, eng baland. Mana Cobalt kerak, mashina. Polniy Xadovoyni qilib beramiz. 2 kunlikdan o'tgan bo'lishi kerak. Xadovoy charchagan bo'lishi kerak. Eng ko'pini qilamiz aka, ko'rsating. Eng ko'p sizga kishi Bepul qilib beramiz. bepul qilib beramiz. Hamma hozir Xadovoyni. Meniki 8 Cobaltga. Qani ketdi ko'rsating. Lekin Xadovoy qilinmagan bo'lishi kerak, aka, shunisi bor. Radniy bo'lmaydi, 8 ming yurgan mashinalik. 8 ming. 813 ming. Aka, qancha oldin qilgansiz shuni ayting, Xadovoy oxirgi marta. 6 oylar bo'ldi. Qilingan ekanda, 6 oy bo'ldi. 3 yil bo'lyapti. Bunaqasi yo'q, 100 ming yo 50 ming ancha oldin qilgan bo'lsa, biz qilib beramiz. Xadovoy charchab qoladi baribir. Radnoy marzatorga tur. Bizga probeg kattasi kerak-da aka. 813 mingdan oshiqroq yurgan Cobaltlar bo'lsa, qilib beramiz. Xadovoy charchagan bo'lishi kerak. Xadovoy qachon qildirgansiz oxirgi marta? Bilmagan xabar. Umuman qilmagan. Bo'ldi, boramiz, tekshiramiz aka. Kechganda. Amasatda o'lgan o'sha. Bo'ldi, ketdik. Topildimi? Topildi. Haydang aka. Xo'p, buni polniy Xadovoy charchagan ekan. Kelar hozir ish jarayonida sizlarga ko'rsatib boramiz, nimalar almashishni. Akalar, mana ko'ryapsizlar, olib kelgan Cobaltimizni amortizatorlarga tomon qo'yib yuborgan, rezinka tanli bloklari yirtilib ketgan. Mana akalar sharnirlari ham charchagan, o'zini holatda usha bermayapti.
Mana bunisi ham ketgan. Hozir ko'pchilik Cobalt-da shu narsa alishmaydi. Narsa zavodga qoladi, bular ham charchaganda, mana yirtilib ketgan o'rinlar. Akalar 580 ming yurgan Cobalt-da sharnirlar ham zavodga qo'ygan. Zavodga o'tirgan ekan qayerlar. Mana bu yoqda o'zining zavodda qo'yiladigan narsasi bor. Hali ham turibdi. Akalar Cobalt-imizda polni hadoyini sochib oldik. Qaranglar, bunday holatlarni ko'rsatib, sharoylar qilib ketgan. Qaranglar, mana buni holatini sharnirlar charchagan. Makina stabilizatsiyaga charchagan. Sharnirlar zavodga o'tirgan ekan. Akalar 580 ming yurgan zavodga hadoyida turibdi. Sanli bloklarni ham ko'rsatib bo'ladi, yirtilib ketgan. Mana. O'zi bu almashadi. Mashinani yumshoq yurishini ta'minlaydigan narsa aslida sanli blok. Buni almashtirsanglar, amortizatorlar yaxshi bo'lsa, mashina yumshoq yuradi. Bunga biz TRT firmani original zapchaslarini qo'yib beryapmiz. Stabilizator tegalar mana ko'rsatib bo'ladi. Sifatli 1:1 zo'r chiqadi. Hech qanaqa parod qilmaydi. Sanli bloklarni ko'ryapsizlar. Zavodga o'tiribdi. Sharoylari ham zavodga bo'lib turibdi. Yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Mana bu Cobalt-ni o'zida turgan sharnira, bu TRT chiqaradigan sharnir. Buni rangida, kачествосida farqi bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi, bu qora bo'ladi. TRT chiqarayotgani standoy bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol qo'rqmasdan qo'yasizlar, parod qilmaydigan firma. Nakina shunday ham akalar yirtilib, polni moylar oqib ketgan ekan mana. Bunga TRTni qo'yib beraman. Nimaga TRT qo'yasizlar deyishlar mumkin? Akalar sifatli. Sifatli bo'lgandan keyin qo'yish kerak, mashinani yumshoq qilish kerak. Amortizatorlarga saqib beramiz. Bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Akalar, mana vodiydan qaytib kelganmiz, behikmat bo'lmagan ekan. Okani hadoylar haqiqatan to'kilib, вообще qonib ketgan ekan. Sharoylarni ko'rdinglar, mana videoning davomida ko'rsatdik. Amortizatorlargacha oqib borgan. Har narsa behikmat emas. Vodiydan qaytdik, vohaga bordik, bitta ko'rdinglar. Xudo xohlasa uyaltirmaydi degan umiddamiz. Ehsonga o'z hissalarini qo'shmoqchi bo'lsangiz, kanalga subscribe qilib qo'yinglar, like, komment yozinglar. Bu biz uchun eng katta qo'llab-quvvatlov bo'ladi. Akalar Cobalt qarang. Tepasiga mana do'ppini qo'yib qo'yishdi. Bu mashinani jo'sk qilib qo'yadi, qo'ydirib yurmaydi. Undan yangi chashka qo'ysanglar, mashina ham yumshoq bo'ladi, ham yaxshi xizmat beradi. O'zi bu o'tirib qoladi, 40-50 mingdan almashadigan narsa. Zato amortizatorlarga, mashinalarning hadoy qismiga ziyon yetmaydi, mashina ham yumshoq yuradi. Mazza qilib, komfortda yurasizlar. Bu 10 ming so'm turadi, lekin mashinani jo'sk qilib qo'yadi. Amortizator vaqt ishlamayapti. Mashinani polni hadoyini tugatdik. Hozir buni egasi bilan tekshirib ko'ramiz. O'zlaridan fikrlarini so'raymiz. Mashina qanchalik darajada o'zgargan. Sizga ham bilinadi. Yumshoq bo'lgan. Bilingan-a?
Akalar, qilgan Cobalt'imiz bitti. Mana egalaridan hozir bir og'iz fikrlarini eshitamiz. Aka, mashinani haydab ko'rdingiz, qanday bo'ldi? O'z fikringizni bildiring. Mashina zo'r, yangi holatga keldi. Hadovoylar charchab qoldi o'zi hamma narsa. Bu aka tertini qo'yganmiz, ko'rdingiz. Buni bemalol xohlagan tanishingizga aytsangiz bo'ladi. Uyaltirmaydigan narsa. Yana bitta mashinani hadovoyini qilib beramiz. U hadovoy egasini endi patistiklarimiz orasida aniqlaymiz. Uning uchun kanalga patistka bo'lib bo'linglar. Kommentariyaga mashinalarning modelini yozib qo'yinglar. Balki keyingi omadli ishtirokchi sizlar bo'lishinglar mumkin. Ilohim, martabalaring bundan ham ulug' bo'lsin. Ishlaringga omad tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Salomat bo'ling.